Chet elga chiqishga taqiq bormi? Buni sud orqali hal etish mumkin. Majburiy ijro byurolari tomonidan ijro ishini vaqtinchalik to'xtatish bo'yicha chiqargan videoyimizdan keyin bir qator savol va murojaatlar bilan fuqarolarimiz murojaat qilishmoqda. Ya'ni ular majburiy ijro byurolari tomonidan chet elga chiqishga taqiq qo'yilganligi yuzasidan murojaatlar ko'plab kelib tushmoqda. Shunga asosan aytib o'tmoqchimizki, chet elga chiqishga taqiq qo'yilgan fuqarolarimiz o'z huquqlarini fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar orqali hal etishlari mumkin. Bunga huquqiy asos sifatida sud hujjatlari ijrosi to'g'risidagi qonunning 42.1 moddasiga asosan qarzdorlar o'z qarzlarini o'z vaqtida uzrsiz sabablar bilan agar to'lay olishmayotgan bo'lsa, sud ularni vaqtinchalik taqiq qo'yishi, chet elga chiqishiga yoki moliya tashkilotlari yoki majburiy ijro byurolari tomonidan chet elga taqiq qo'yilish holatlari kuzatiladi. Ushbu holatda siz o'z huquqlaringizni himoya qilish maqsadida fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilishingiz va chet elga chiqishga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga erishishingiz mumkin. Ushbu mavzuga oid bo'lgan savol va murojaatlaringizni izohlarda yozib qoldiring.